Assalomu alaykum. Janob, men shu Bozorqo'rg'on rayoni turg'uni bo'lam. Shu biz bunday unni pechka былтыр qo'ydirganmiz Temur akaga. Xudo xolasa yaxshi chiqib, bunday zo'r ishlayapti. Rahmat Temur aka. Sizlardagi sunushtayim shunday pechka qo'ydiriblar. Temur aka moshina qo'yayotgan. Yaxshi ishlaydi. Bu hozir 4 ta bekka, 4 помещение qo'yib berganmiz. Banyaga o'z aslida yashayotganligiga 2 kichkina qo'yib berganmiz. O'sha uchun bunday gidroakkumulyator qo'yilgan. Bu gidroakkumulyator qanday yaxshi isib bergan bu gidroakkumulyator? Ova gidroakkumulyator zo'r ishlaydi. Bizda ham объем cho'ng uchun shunday motorchiklarni qo'ydi. Biroq yaxshi rezultat bo'ldi-da, yaxshi ishlaydi. Qishimen boshqa so'zni jashadik-da. Mana ventilyator elektronika jarayon qanday bo'ldi? Ventilator buzilmadi. Birinchi biz kishnaqaydan qo'yilgan bo'lish ekan, keyin yaxshi ventilator haydab aytdilar. Keyin aytdilar Timur aka kelib o'zi cho'ngdan almashtirib berdi. Buni atak pechka jag'idan neyse bo'lmadi-da, minuschi. Shnek qanday ishlaydi? Shnek motorchiklar. Shnek motorchik so'm ishlayotgan. Bu buzilib ketgan. Buzilmadi-chi. Biroq bunday ko'mirning ichida bunday tosh-posh narsalar tig'ilib qolgan bo'lsa shunday. Ani spesialniy uzilib ketadigan qilib jasayotgan demaydi-chi. Shu kuchga yetganda uzilib ketgan bunday tig'ilganda-chi. Keyin uni qayta tozalab turib, nima qilib qayta solib qo'yayotgan boltni. Ko'mir toshda bo'lgan o'rnida tozalab. Ova bu yerda bir-ikki joy tozaladim. Tozalab ondan keyin qayta nima qilib bu kelib chiqarib ayli. O'ng'ayganda. Ben nagruska kelib aytgan, buzib aytganda bu. Shu yaxshi. Xolos. Uylar ova zo'r isidi. Moshina bo'ldi. Rasxodlar masalan sutkasida 1,5 qopdan ketadi-da bizda. 1,5 qopdan ketdi. Kvadrat cho'ng bo'lsa. Kvadrat cho'ng, bir 500 kvadratday bor-da bizda. 3 semyan uyning bitta pechkamen isitib olamiz-da. Tepli pol, bu yoqda banyo, dush, polni isitib oladi, yaxshi.